Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan ashirdik. Bugun men otandagi minorani akamaychaganda o'shandan bitta o'tamiz. Unda 4 ta challenge bo'ladi. O'sha 4 ta challengedan o'tishimiz kerak. Otanda ishlanayotgancha aslahalar bor. Qani bitta ko'ramiz. Qani ket. Birinchi namni to'g'rilab olaylik. Hozir. Xo'sh. Sandiq tungi kerak bo'ladi. Oh do'stlar, lekin ikkita qilish nimaga? Oltin narsalar va boshqa hokazolar. Bo'pti, men bilan kiyib olamiz va kiyinamiz. Menga o'qituvchiga olmay, sehrlangan olma berishdi. Rahmat. Lekin ikkita qilish nimaga ekan? Qani ketgan qilamiz kimga? Bular do'stlar qarang, ularning ko'pligiga zo'rg'a o'ldiryapman. Ularning ko'pligiga qarang do'stlar, hozir yo'q qilamiz. Do'stlar, buni sehrlanganlar bilan qochish kerak. Do'stlar, bunga qarang. Az qoldi, keyin buni qilganlar ekan. Mayli, qani. Birinchi ularni yo'q qilib olaylik. Buni yo'q qilamiz, so'ng boshqalarini qo'sh. Men buni ham bor ekanki. Mana yo'qdan bittasi qoldi. Qani yo'q bo'lsak, qolganlari bor. Koyamiz ki. Hoş. Do'stlar, ikkinchisi to'rtta. Bu yerda nima bu? Do'stlar, nimaga shundan men hozirdan taqdirdan o'tib olishim kerak. Hop. Yani skinga o'xshaydi yo'q. Xo'sh, mana bunisidan ham do'stlar, mana bunisidan ham. Do'stlar, degan bitta tomoni bor. Sandiqni to'planadi. Sandiq yo'q hech qayerda. Bitta qarab ko'rish kerak edi, o'rtasida baribir yo'q edi-da, shortda. O'z qani ketdi-da, oddiy narsalardan ko'ramiz.
Menimcha mana bu yoqqa sakrash kerak do'stlar. Hozir sakraymiz. Qani ketdi. Mana kerak sesdan solib qo'yamiz do'stlar. Xo'sh. Uchta o'q ular kerak bo'ladi menimcha. Qancha senga kerak bo'lgan narsa bor. Ha, menimcha mana bu bitta narsa bor. Agar o'sha yerdan otib olsak, mana bularga tegiza olsak bo'ldi. Narsa beradi, ha do'stlar. Qani ketdi. Birinchisi o'xshamadi. Ikkinchisi o'xshadi. Faqatgina shu bitta ekkanman. O'sha qo'rqmaydi. Ya'ni ichkaridagilar bilan teng qilamiz. Qani ketdi. Shush. Sova o'zim deyishgan, ammo yo'q. Ben bu narsa uchun o'ldirdimmi? To'rtta challenge'ni osongina bajarib qo'ydik do'stlar. Shuni ham ko'rdingiz. Xo'sh. Agar shuga qancha edi? 50 like yig'sangiz do'stlar, men uni ikkinchisidan chiqaraman. Va akam ikkimiz o'sha yerdan o'tamiz. Lekin juda ham qiyin qilamiz. Qani ket. Xo'sh do'stlar, hammangizga rahmat. Videoni ko'rganlaringiz uchun ham rahmat. Agar aytgandek o'shani ikkinchi qismini olsangiz 50 ta like bilan obuna bo'lsangiz bo'ldi. Ikkinchi qismi chiqadi. Xayr.